Sharabara endi Buxoroy Sharifdan. Yaqinda franšiza to'g'risida biz sizlar bilan gaplashgan edik o'rtoqlar. Allaqachon ishlarni boshlab bo'lganmiz. Qo'llarimda kontrakt turibdi mana xudo xolisi. Biyokishimni hozir biyokishimga yaxshilab tanishtiradilar. Men sizga biyokishimni topshirdim. Biyokishim o'zingiz do'ndirasiz. Kelishdiga. Qolgan ma'lumotni jigar beradilar. Men ketdim. Tarixda guvoh bo'lganmisiz? Shogird bo'lib turib, shogird olganini Buxoroni Sharabarasi asoschilaridan bittasi shogird bo'lib keldi, siqib, suvini ichib, afsuslantirishimiz kerak. O'zingiz haqingizda gapiring. Assalomu alaykum avvalambor Buxoro ahli. Biz sizlar uchun keldik. Sharabarani mana akalarim bilan gaplashib, Sharabara endi Buxoroda bo'ladi. Sizlar uchun Stop. Sus, tushunyapsizlarmi, hurmatli buxoroliklar, bu sus. Bunga qarab turib, men sizlarni ham sus deb o'ylayman-da. Yo'q. Yo'q, unaqa emas. Aniqmi? Buxoro ahlimiz ahil. Bularga alohida Sharabara Buxoro profil beriladi. Agar shu profilda linkchasi bizning pastimizga yozilgan. Bir sutkada 3000 ta buxoroliklar shunday o'tib podpis qilsa, undan ham ko'p bo'ladi. Buxoro, hadishga qilib turinglar. Hamma podpiska tashlasin. Bir ko'rsatib qo'yaylik Buxoro. Bizga tashlaydi hozir. Yo'q, Buxoro linkiga tashlaydi. Buxoro, Sharabara Buxoroga hamma podpiska tashlaydi. Bir kun ichida 3000 tadan ko'p bo'ladi. Necha sus deb qo'ysam, Buxoro bu TikTok emas, bu Instagram. Obuna bo'l. Gul tashlaylar, gul. Unaqa emas, bu Instagram. 24 soat ichida Buxoro filialimiz 3000 ta podpis yig'sa, nima shart buyursa yoki sizlar buyursalar, bajaraman. Agar bo'lmay qolsa, sizlar yozinglar nima shart buyurishimizni. Voy dadligizdirib yuboramiz. Bekor qilibman, adashibman degizdirib yuborishimiz kerak. Undan tashqari shu bosh shartlarni bajartiraman. Buxoro bapesh bo'lsinglar tamom. Sizlar bilan yaqin vaqtlar ichida Sharabarani originali bo'ldi. Xizmat esa mana nima edi? Sallan taydaman.